Odamlar qizg'in gaplarni gapirishadi-da. Shu bir paytlardagi qahatchilik muqimiy teatr artistlariga ham ta'sir qilgan. Ularning ko'pchiligi juda bir tejamkor, bir so'mni bekorga sarflamaydigan odamlar deyshadi. Agar shu gap rost bo'lsa, bu narsa sizga ham yuqqanmi? Menga ham yuqqan. Otasiga rahmat, kim gapirgan bo'lsa shu gapni. Tejamkor bilan qizg'anchu xassni farqi bor. Oy qizim, kelin bo'lib tushgan joyingizda o'sha kundan boshlab tejamkor bo'ling. Qiyinchilik ko'rmagan bo'lganimda men bu gaplarni hozir kuyinib gapirmasdim. Olmazorda hozir ham hovlimiz bor. Dadam juda qattiq qo'l edilar. Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Dadamning qattiq qo'lligi, qattiq qo'l u qizg'anchoq emas, qattiq qo'l uradi emas. Dadam ish buyurib orqasidan tekshirib yurardilar. Hovlimiz katta, 20 sotuq hovlimiz bor edi. Ertalab turib shu 12 yashar, 13 yashar paytimda yoz bo'ldi deguncha yer chopishim kerak, loy qilishim kerak, guvala qilishim kerak, dog'oli suvashim kerak, qo'yni boqishim kerak, unga o'ta yana o'qish bor. Yana o'qish. Yana ish akam bor men. Oyim. Men aytganman. Oyim to'g'risida gap yo'q. Urushdan keyin ikkita qiz, ikkita o'g'il o'zlarining 5 kishini boqish o'zi bo'lgan. Onadan mo'tabar inson bor ekan dunyoda. Men charchaganimda, ishim yurishmaganda, dadamdan kalta yeganda men cho'kka tushib, oyimning tizzalariga boshimni qo'yib uxlab qolardim. Ana shu men uchun baxt edi. Kim onani, kim otaning hurmatini o'rniga qo'ysa va bolalarim yomon bo'lmaysa. Ular ham qiyinchilikni ko'rgani uchun bizlarga shu ishlarni o'rgatdik. Qo'y boqardim. Odamlarning uyida ko'mir tashirdim. Lekin biror bitta odamning bir narsasini olishlikka qo'limiz bormas. Qo'shniki devorni shunday qatlab o'tsak, kartoshka pishib turibdi. Bodring, pomidor. So'rasak beradi, nima qilamiz? Qiyinchilikni ko'rmaylar deymiz-ku. Ko'rib qo'ygan bo'lsanglar, bu ham bitta katta dars.